Qo'shuvdan mikrofon sifatida foydalanish bu noto'g'ri narsa. Hamma narsani o'zini o'rnida foydalanish kerak. Bu primer edi. Mana bu влажный salfetka, amami bo'lsa maishiy fekalniy nasosni pichoq motor qismi. Bu klin ushlashi tabiiy holat. To'g'rimi? To'g'ri. Har ko'pincha yarim yillarda yoki ishlatishga bog'liq bo'lgan joylarda bu klin ushlab qolish tabiiy. U farqi yo'q qanaqa brendga tegishli. U klin ushlaydi baribir. Chunki biz cho'milamiz, har xil narsalar endi tushib qolishi mumkin. Uni ochib tozalab yuboradigan heyt yozishadi. Men tualetda o'tirib kofe ichaman. Tim bo'li chap qo'lda. Noto'g'ri mana shu narsa, to'g'rimi? Noto'g'ri, конечно. Demak, o'sha aytayapman primerda. Короче, bundan o'zi klin ushlashi normalniy ahvol. Buni ishlaydigan, buni servis bilan va buni ko'p ustanov qiladigan odamlar biladi. Agar bu klin ushlab qolsa, juda qattiq xafa bo'lmanglar. Hamma servis ham boravermaydi. Именно shularni shug'ullanadigan odami yoki shuni montaj qiladigan odami oldindan so'rash kerak. Sen buni ustanov qilasan, ertaga buni narsalarni profilaktik qilasanmi, tozalab berish xizmatlaring bormi? O'shalarni ham so'rab olish kerak aslida. Bu shunaqa nasos. Farqi yo'q qanaqa brend, hammasi klin ushlaydi. Chunki baribir nimadir tashlab yuborishadi. Undan xafa bo'lish kerak emas. Uni borib normal holatda shu odamini chaqirib, ichini ochib, ichida pichog'i bo'ladimi? Uni ichidagi musorlarni, soch, shurup farqi yo'q, alibastr, hamma narsa chiqadi. Ayollarning gigiyenik vositalari chiqib qoladi. Xullas, uni always prokladka. Da, uni hamma ham o'zi uni tozalash xizmati balki shu nasos bilan ham teng bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa vaziyat. Chunki bilasizlar, axlat bilan inson axlati bilan qilmaydi. O'shaning uchun uni spesial o'zini professionallari bor. Shularga telefon qilib, aka mana bunaqa bo'ldi yoki o'sha servis sentrga olib borib, yechib olib borish kerak. Ular sababini ko'radi, tozalaydi, ular o'shani xizmatini oladi. Undan tashqari agar kattaroq ob'yom bo'lib qolsa, podvalda masalan rakvina, unitaz, yana 2-3 ta narsa qo'shilib ketdi. Yana idish-tovoq qo'shilib ketdi. Bo'lib turadi podvalda ba'zilarida erkakchilikda sauna, basen qo'yishadi, yana qo'shimcha narsa. O'shanda уже bu fekalniy stansiyalar bo'lmaydi. Bu fekalniy stansiyalar imенно bitta nimalari bo'ladi. Bitta mana pромышленный qo'yish kerak. Katta joylarga уже bo'ldimi? Mana shunaqa pромышленный yoki bulardan katta. Ya'ni ob'yomga qarab, qanaqa nechta konditerskiy sexga sotib qo'yibdi deb bizani bolalar bilmasdan. Konditerskiy sexda xolasiz baribir ham shirinlik degani bilan uni biskviti yog' bilan birga tayyorlanadi. Albatta. Palmoviy maslo suriladi, palmoviy maslo ishlatiladi. U narsani bu fekalniy stansiya unaqa joylarga mo'ljallanmagan. Unaqa joylarga sразу avtomatik tarzda siz kattaroq kislotaga bardosh beradigan spesialniy nasoslar qo'yishingiz kerak. Ob'yomi katta, qanaqadir kattaroq bir hajmda axlat o'tib ketsa ham o'tkazib yuboradigan. Keyin iloji bo'lsa sport klub, kompyuterniy klublar yokida restoran, kafe, tam bilmayman, dom sladkoyeshki shunaqa joylarga umuman qo'yib bo'lmaydi. Даже tualetiga ham qo'yib bo'lmaydi. Bularni qo'yib bo'lmaydi. Bularni tualetga qo'yib bo'lmaydi. Bu bытовой segmentda ishlatiladi. Ana ko'rsatgan kattani, mana bunaqa kattalarni 24 kub, 30 kub, 50 kubliklarni qo'yish kerak. Bularni targ'ib qilish emas, bizdan oling deyish emas. O'zi umuman Tikoda g'isht tashib bo'lmaganda, 4 tonna g'isht tashib bo'lmaganda o'zini kamazi bor yoki payload degan tushuncha bor. Ya'ni грузоподъемность degan narsa bor. Ya'ni hamma narsani o'zini parametrlari bo'yicha olib ishlatgan yaxshi. Masalan, kichkina bытовой joymi bu narsani, пожалуйста. Bu klin ushlab qolish sabablari bor va u normal ahvol. Chunki men juda ko'p yillardan beri servisda ham o'zimiz ham montajda yuramiz. Bu narsani juda ko'p ko'rganman. Ko'p klientlar biladiki, что bu oddiy hol, bu normal. Chaqiradi spokойно ustasi kelib tozalaydi. Muammo shunda bo'ladiki, что ichidan nimadir chiqib keladi, sochlar umuman qotib qolgan bo'ladi. Unaqa narsa normal. Qarang, mana o'zi germetichni qilingan, suv o'tmaydigan qilingan. Mana ko'ryapsizmi? Ichida anaqasi bor. Ikkita mana ko'ryapsizmi? Da, bu o'zi IP защитasi bor, от влаги защитasi bor. Masalan, buni ustidan suv shunday quyib olsangiz, ichiga kirmaydi. Lekin nima qilishadi? Bu nasosni yamani ichiga tiqib qo'yishadi. Aslida mana bunaqa bo'ladi. Boshida qurilishda katta nasosga joy tashlab ketiladi. Mana mashina nasosi. Lekin qurilish paytida nima bo'ladi? Bizda pul tugab qoladi har doimda, remont paytida. Hozircha bo'lib turaveradi deb moliyaviy savodxonlik bo'lmaganligi uchun ko'pchilikda bu hammaga ham emas. Endi 5 qo'l baravar emas, hammaning ham rizq nasibasi bir kunga to'g'ri kelmaydi. Endi qurilish paytida
xom hisob bilan ish boshlaymiz o'zi. Tavakkal. Insonlik tabiatimiz shunaqa. Bu millatga umuman aloqasi yo'q. Yo'q, va o'zbekchilik, o'zbekchilik deymiz bu narsani, lekin hammada bo'ladigan hodisa. Xullas oxirida remont oxirida nima bo'ladi? Yo parda olishim kerak deydi, yo santexnika olishim kerak deydi. Shunaqa. Endi bu oddiy vaziyat. Hozircha turib turibsiz. Biz to'y hashamni ko'proq o'ylab, asosiy o'zimiz har kuni foydalanadigan narsani chetga surib qo'yamiz. Odamlar uyat qilish kerak emas, u televizor 78 taligi turishi kerak, lekin o'zimiz har kuni foydalanadigan, misol uchun unitazni yoki rakvina smesитель yoki dushovой kabinani arzonni qo'yaversak ham bo'laveradi. U yoqqa mehmon kirmaydi-ku. Hammasi teskarida, shu bir kunlik to'y uchun yashaymiz, bir kunlik uy to'yi uchun yashaymiz. Lekin mana bunaqa o'zi mo'ljallangan, rostdan ham katta stansiya emasda, mana bunaqa stansiya qo'yishadi. Bu o'zi aslida unaqa ekstremal joylarga mo'ljallanmagan. Shu podvalniy помещениеda siz ofis qildingiz, o'sha ofisingizda imkoniyati yo'q tepaga suv haydashga, mana shunaqa joylarga unitazdan foydalanishga mo'ljallangan yoki unitaz va rakvinaga qo'yiladi. Kir mashina. Kir mashina ham o'zini modellari bor. Qaysidir modellarni qo'yish mumkin, qaysidir mumkin emas. Uni ham обязательно olayotganda parametrlarga e'tibor beringlar.